Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlardan CEVD apparatini obzor qilamiz. Hammaga ma'lumki, ushbu qurilmamiz faqat elektromobillarga mutaxassislashgan bo'lib, uni komplektatsiyasini birma-bir ko'rishni boshlaymiz. Komplektida nimalar qo'shilganligini ko'rsatilgan list buni oxirida qo'yib o'taman. TPMS datchik apparatimiz programma qiladi. Bu esa printer, USB printer. Diagnostika jarayonini tahrirlash uchun ishlatiladi. VCI uchun maxsus kabelimiz. Batareya yacheykalarni ulashda ishlatiladigan universal kabelimiz. Oscillograf bilan foydalanadigan kabelimiz. Bular printerga lenta oscillografga taalluqli. Hop, bu ham oscillograf pinlarni ushlab turish uchun konnektorlar uchun ishlatiladi. Zaryadlash uchun USB kabelimiz va Ethernet konverter. Zaryadnik moslamasi, quvvatlovchi 3 xil nasadka bilan. 2 volt adapterini ishlatuvchi kabeli. Mana 12 volt adapterini o'zi oscillograf uchun ishlatiladi. Oscillograf uchun bu ham o'sha kabel. Boshqa turi oscillograf uchun konnektorlar. Bu ham oscillograf uchun foydalaniladi. Ushbu qurilmamizning komplektidagi VCI 3tasi birda hisoblanadi. Multimeter, oscillograf va OBD bilan ishlaydigan batareya diagnostikasini o'z ichiga oladi. Ushbu apparatimizga 1 yil garantiya, 2 yil обновление bepul qo'shib beriladi. Kommentariyada qaysi mashinalarga ulab ishlatishni yozsangiz, xudo xolasa keyingi relslarimizda qo'yamiz. Orqa tarafiga modul qotiradigan joyi bor. Teplovizor, AKB tester va hokazo dop opsiyalar uchun. Kommentariyada yozib qoldiring, qaysi mashina bilan ulab ishlashni ko'rishni xohlaysiz. Bu qutimizda 20 xil turdagi переходникlar bo'ladi. Ushbu переходникlar ro'yxatini ham rels oxirida ko'rishingiz mumkin. Kommentariyada yozib qoldiring, qaysi uskunalarni obzorini ko'rishni xohlaysiz. Ushbu qurilmani naqd pul va pul ko'chirish yo'li bilan bizdan xarid qiling va xizmatingiz sifatini yanada mukammallashtiring.